Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, 19 fevraldan yurtimizda muborak Ramazon oyi boshlanadi. Prezidentimiz qaroriga ko'ra, bu ulug' oyda Ramazon, mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi g'oyasi asosida qator ishlar amalga oshirilishi belgilandi. Hozir e'tiboringizga Ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rish va uni munosib tarzda o'tkazish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi axborot xizmati rahbari Ilhom Ma'rupov ishtirokidagi brifingni havola qilamiz. Joriy yildagi Ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rish, uni munosib o'tkazish yuzasidan Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda tegishli vazirlik va idoralar tomonidan barcha tashkiliy chora-tadbirlar ko'rildi. Ramazon oyini diniy va milliy qadriyatlarimizga uyg'un holda o'tkazish uchun barcha sharoitlar hozirlandi. Joriy yilning 16 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq ushbu fazilatli oyda Ramazon, mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan ezgu g'oya asosida kam ta'minlangan, ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mahallalarni o'zaro hurmat, hamjihatlik, adolat va tarbiya maskaniga aylantirish, yer, suv, havo va tabiiy muhitni asrash, muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar va qabristonlarni obod etish, Ramazon oyi munosabati bilan bog'liq barcha tadbirlarni isrofgarchilikka yo'l qo'ymasdan, ixcham, mazmunli va tejamkorlik asosida o'tkazishga alohida e'tibor berish vazifalari belgilandi. Shuningdek, 16 fevral kuni Prezidentimiz huzurida Ramazon oyida ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari tomonidan muborak oyda nuroniylar, yolg'iz va ehtiyojmand fuqarolar holidan xabar olish, og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga amaliy ko'mak berish ezgu qadriyat ekani alohida ta'kidlandi. Yig'ilishda shu maqsadda ishlab chiqilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Ajratiladigan mablag'lar hisobidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish, nogironligi bor shaxslarning davolanish va jarrohlik amaliyotlari xarajatlarini qoplab berish ko'zda tutilgan. Muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish, yurtimiz mo'min musulmonlariga har tomonlama qulay shart-sharoitlar yaratish, diniy ma'rifiy soha vakillari mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida chora-tadbirlar rejasi hamda soha vakillarining ommaviy axborot vositalarida chiqishini tizimli tashkil etish maqsadida media reja ishlab chiqildi. Media rejaga muvofiq Ramazon oyi davomida jami 186 ta ko'rsatuv, 31 ta radio eshittirish, Ramazon shukuhi ruknida 90 ta maxsus video rolik hamda 5 ta maqola shaklida media mahsulotlar taqdim etish rejalashtirilgan. Shuningdek, Ramazon hayiti kunlari markaziy telekanallarda O'zbekistonning tabarruk maskanlari va ziyoratgohlari haqida 15 ta rolik namoyish etiladi. Hurmatli yurtdoshlar, Ramazon oyida respublikada faoliyat yuritayotgan 2148 ta masjiddan 2101 tasida tarovih namozlari o'qiladi. Shundan 1762 tasida xatmi Qur'on tadbirlari o'tkaziladi. Ushbu jarayonga 3642 nafar iqtidorli qorilar saralab olindi. So'nggi yillardagi ijobiy tajribadan kelib chiqib, bu yil ham xatmi Qur'on tadbirlari barcha masjidlarda bir xil vaqtda boshlanib, 27 kuni, ya'ni Laylatul Qadr kechasida yakunlanishi belgilandi. Tarovih namozlarini tartibli o'tkazish maqsadida ichki ishlar, Milliy gvardiya, yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari, shuningdek 2104 ta maxsus texnika jalb etiladi. Yong'in xavfsizligi idoralari bilan hamkorlikda masjid binolari, qozonxonalar, isitish uskunalarining texnika xavfsizligi qoidalariga, sanitariya gigiyena talablariga javob berishi
to'liq o'rganib chiqildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, xorijiy mamlakatlarga o'qish va ishlash maqsadida bo'lib turgan yurtdoshlarimiz bilan ma'rifiy suhbatlar tashkil etish, xatmi Qur'on tadbirlarini o'tkazish maqsadida Rossiya Federatsiyasiga 12 nafar, Janubiy Koreyaga 10 nafar, Amerika Qo'shma Shtatlariga 8 nafar va Yevropa davlatlariga 8 nafar, jami 38 nafar iqtidorli imom xatib va qorilarning xizmat safarini tashkil etish rejalashtirilgan. Qadrli yurtdoshlar, ushbu fazilatli oy barcha yurtdoshlarimiz uchun tinchlik, xotirjamlik, o'zaro ahillik, mehr oqibat, shukronalik va bag'rikenglik oyi bo'lsin. Ramazon oyi muborak bo'lsin.